janjallashyapmiz, so'kishyapmiz, urushyapmiz. Aslida chaqaga ham arzimaydigan dunyoni tashvish bilan band bo'lib qolyapmiz. Shuning uchun hammamiz oqil bo'lib, odil bo'lib, ham farosatli bo'lib o'zimizga xulosa qilaylik va shundan kelib chiqib harakat qilaylik azizlar. Jannatning 10 ta darajasi bor. Hadisda keladi, yo'q, undan ham ko'p. Jannatning 100 ta darajasi bor. Hammasini o'z o'rni bor, o'z afzalligi bor, bir-biridan keskin katta farqi bor. Banda o'sha jannatni eng yuqorisiga chiqishga harakatni, maqsadni, niyatni mahkam tutish kerak. Eng yuqori jannat bu Jannatul Firdavs deyiladi. Ana shundan, ana shunga odam intilish kerak. Demak azizlar, tirik jonni, musulmon bandani eng oliy orzusi jannat bo'lish kerak ekan. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun Qur'on va hadisdagi ulamolar kitoblaridagi